Odamlar buni biladimi o'zi? Nimaga ishlatilishini aslida hamma achkay shikran deydi. Assalomu alaykum. Bugun Retao brendiga tegishli bo'lgan achkay shikran, ya'ni xavfsizlik kranlarini obzor qilib beraman. Bu xavfsizlik kranlari har bitta uyda ko'plab joyda o'rnatiladi. Ya'ni oshxona mo'ykasi, hammom uchun rakvinalar yoki vannalarni tagida kelib shlanka bo'ladigan joylarda har bittasi shuni ko'rasizlar. Bu nima uchun xizmat qiladi? Bu aslida xavfsizlik uchun xizmat qiladi. Muvallik yoki rakvinalarimizni shlankasi teshilganda, uni almashtirishga ehtiyoj bo'lganda bu xavfsizlik kranimiz juda ham asqotadi. Общий trubadan borib, uni topib, ishlamaydi o'chirgandan ko'ra, buni o'zidan o'chirib turib, shlankamizni oson almashtirib olsak bo'ladi. Bu narsa orqali, ya'ni kelayotgan suvni davleniyasini boshqarsak ham bo'ladi. Nimaga aynan Retao? Chunki bu Xitoy asl moli hisoblanadi. Retao brendimizni achkay shikrani umumiy hamma joyi, ya'ni hamma qismi krishkasidan tashqari, hamma qismi latundan, quyma latundan qilingan bo'ladi. Agar sizlarga Retao mahsulotlari qiziq bo'layotgan bo'lsa, eng sifatli yetkazib beruvchi bu Onur.